To'xta. Gulni kimga olib ketyapsan? Sizga oyi? Yo'q. Senga shirin farzand tug'ib bergan xotiningga ber. Rostdan. Rostdan? Xotinimga. Seriyozmi shunaqa? Yo'q, Aya, nima qilyapsiz? Kelinni supuradi. Nazokat to'ri yarimta ham supuryapti. Tegma. Kechasi bilan bola qarab chiqdi. Uxlasin, damini olsin. Uxlaversinmi? Ha, uxlasin. Seriozmi? Seriozna. Tova, bo'lishi mumkin emas. Gullari ko'pdir dunyoda, bir-biridan ziyoda. Ha bola, qaq ketyapsan. Bitta beshik olib kelay. Bolani mustaqil to'lib qolyapti, shunga sumakka yotqizaman dona. Beshikni nima qilasan? Taglik kiydir. Rahmat aya, rahmat. Baxtimsan, baxtim. Aya, endi oshirib yubordi. Shu ovqat kelingiz qilardi. Bolam, menga shunday chiroyli bir go'zal farishta olib kelgansan, ovqat ham qildirgim kelmaydi. Patoringni yemana. Tur o'rningdan, abedgacha sasib uxlaysanlar. Mana xotinchangni ham uyg'ot, ovqat qilsin. Basharang qursin senlarni. Shumakanda onasini yensa, aytdim hayotda unaqasi bo'lmaydi deb.